Sizda soqoq paydo bo'ldimi? Ya'ni ikkinchi iyak. Buni qanaqa qilib yo'qotishni bilmaysizmi? Massaj bilan yo'qotsa bo'ladi. Mening ismim Komila. Mening kanalimda siz o'zingizga yuz massajini bajarishni o'rganasiz va go'zalligingizni tabiiy yo'l bilan saqlab qolasiz. Mana shu ikkinchi iyak yoki soqoq deb nomlasa bo'ladi. Buni massaj va mashqlar yordamida yo'qotish mumkin qizlar. Qancha vaqt kerak bo'ladi deyapsizmi? Bu individual. Odamni organizmiga bog'liq, yashash sharoitiga bog'liq, iste'mol qilib turgan oziq-ovqatiga bog'liq, lekin effekt albatta bo'ladi. Boshida bu massajlarni effektini olish uchun ba'zi mashqlarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi mashqlari kanalimda mavjud. Ularni bajarmasangiz yuzingizdagi ajinlar ketmaydi, qancha boshqa massajlarni bajarsangiz ham. Shuning uchun ba'zi mashqlarni har kun bajaramiz. Endi massajga o'tamiz. Buning uchun oldin namlantiruvchi krem suramiz. Har doim massajdan oldin krem surish kerak, chunki krem siljishni ta'minlaydi. Quruq yuzga massaj qilish mumkin emas. Yog' yoki krem bilan massaj qilinadi. Krem suramiz. Soqoqni ketkazish ikkita etapdan olib boriladi. Ya'ni birinchisi bu yerda yig'nalib qolgan suvni haydash, ikkinchisi esa mushakni tonusga keltirish. Suvni haydash massajlar yordamida amalga oshiriladi, tonusga keltirish esa mashqlar yordamida amalga oshiriladi. Hozir endi massajlardan boshlaymiz. Shu qismdagi mushakimizni bo'shashtiramiz. Chunki mana shu qismdan kelib bu mushak mana shu yerda birlashadi. Bu mushakni birlashgan joyini bo'shatamiz. Endi bu tarafni terimizni tutib olamiz va yon tarafga, ya'ni quloq tarafga dumalaymiz. Mana 4-5 marta bajaramiz. Endi bu tarafga. Agar teringizni dumala olmagan bo'lsangiz, unda mana shunaqa qilib chimchilash massajini bajarsangiz bo'ladi. Mana. Endi qo'llarimiz bilan tinchlantiramiz. Yon tarafga olib keldik suyuqliklarni, endi pastga tushiramiz. Yana pastga. Bu limfamizni haydayapmiz va yig'ilib qolgan suyuqliklarni endi bosh barmoqlarimiz bilan iyakni pastki qismidan boshlab quloqqacha olib boramiz yana. 4-5 marta bajaramiz. 2 3 4. Har bir massajni mana shu harakat bilan tugatamiz. Qo'limizni musht holga keltiramiz va barmoqni suyaklari bilan, mana shu qism bilan massaj qilamiz. Menga ko'pchilik savol beradi. Yuzimda ajin ko'p. Qanaqa qilib ketkazaman? Shu savolga javob bermoqchiman. Terini nafaqat tashqaridan, ya'ni namlovchi krem, yog'lar bilan namlash, balki ichkaridan ham namlash kerak. Ya'ni bu yetarlicha suv ichish kerak.
Bilasiz, biz hujayralardan tashkil topganmiz. Hujayralar esa suvdan tashkil topgan. Katta qismi suv hisoblanadi. Biz yetarlicha suv ichmasak, hujayralar suvsizlanib, mana bunaqa qilib burishib qoladi. Natijada yuzimizda namoyon bo'ladi. Ajinlar hosil bo'ladi, teri quruqlashadi. O'shaning uchun yetarlicha suv ichamiz, krem va yog'lar yordamida terini namlaymiz, oziqlantiramiz va massaj qilamiz. Massaj nimaga kerak? O'sha terini tagidagi mushak spazmga kirib qolgan bo'lsa, uni bo'shatish kerak. Spazmga kirib qolgan mushak siqilib terida burmalar hosil qildiradi va ular ajinga aylanadi. Shuning uchun ham namlaymiz, suv ichamiz va massaj qilamiz. Ibn Sino shunaqa deganlar, suvsizlik bu qarilik. Ya'ni organizm qanchalik suvsizlanib qolsa, shuncha tez qarishni boshlaydi. Shuning uchun, hurmatli kuzatuvchilarim, yetarlicha suv iching. Bu juda ham muhim. Ya'ni organizmni sog'lom bo'lishi uchun, terimiz sog'lom ko'rinishga ega bo'lishi uchun. Biz massajlarni tugatdik. Endi mashqga o'tamiz. Mashq nima uchun kerak? Mana shu qismdagi mushakni tonusga keltirish kerak. Ya'ni mana bunaqa bo'shashib qolgan mushakni mashqlar yordamida tonusga keltiramiz. Ya'ni tortiladi bu qismimiz. Bu qismdagi mushakni, ya'ni til osti mushagini tonusga keltirish uchun tilni chiqazish mashqlarini bajarish kerak. Chunki tilni chiqazganingizda, mana e'tibor bering, mana shu qismingiz tepaga ko'tariladi. Mana. Endi mashqimiz shundan iborat. Bu qismni fiksatsiya qilasiz, boshingizni tepaga qaratasiz. Qattiq egiltirmang, mumkin emas. Faqat ozgina iyakingizni tepaga qaratsangiz yetarli. Endi tilimizni chiqazamiz 20 marta. Boshladik. Endi keyingi mashq, tilimizni yon taraflarga, o'ngga, chapga harakatlantiramiz. Boshladik. Bu mashqni 20-30 marta bajarsangiz ham bo'ladi. Hech qanaqa zarari yo'q. His qilasizki, mana shu qismdagi mushagingiz qizishni boshlaydi. Demak, to'g'ri bajarib turibsiz. Boshladik. Bu mashqlarni har kun 2-3 martadan bajarsangiz bo'ladi. Massajlarni esa haftada 2 marta yetarli. Ya'ni massaj yordamida bu yerdagi suvlarni haydaysiz, mashqlar yordamida muskulni tonusga keltirasiz. Bizga tonusga keltirish bu yerda muhimroq. O'shaning uchun mashqlarni har kuni 2-3 martadan bajaring. Videomga like bosishni va menga obuna bo'lishni unutmang, chunki mening sahifamda siz tabiiy yo'llar bilan yosharasiz. Har doim go'zal va sog'lom qoling.